Pullari 180 ming so'mdan. Metr necha metr uzunligi? 5 metrlik. 5 metr. Ha, 5 metrlik. Bunisi 20 bitta donasi pachkada, bunisi bunisi ham 20 bitta ekan. Ikkovsi ham 20 bittadan. Narxi ikkovniki? Narxi bunisi ham 180 ming so'm. Qilib beraveramiz, xudo xohlasa. Bunisi endi baquvvat 4 metrlik to'sinimiz. 130 ming so'm. 130 ming so'm. Ha, kami bor. Bu ham xuddi shunaqa kelishiladi, xudo xohlasa. Mana ular 4,5 metrlik to'sinlarimiz mana. Bular kichkina sal nimaroq, kichkina uylar. 130 ming so'mdan bular ham kami bor kelishtirib beramiz, xudo xohlasa. Bular endi ayvonga 4 metrlik to'sinlarimiz. Mashikkacha 4 metrlik ayvon to'sinlari puli 60 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. 80 ming. Ha, pullari. Mana ular endi kashaylar, hali tom ichiga ishlaydigan narsalar 4 metrligi 20 ming so'mdan. 20 ming. Ha. Mana bu yerda yotgani endi buni tikka qila olmaymiz. Og'ir, katta 6 metrlik to'sinimiz bular. Buni ham kelishaveramiz 200 ming so'mdan. Baquvvat to'sini. Ha. Juda baquvvat to'sinlar. Xudo xolasa bexijolat. Sorti o'sha o'zimizni toza teraydi.